Assalomu alaykum. Meni ismim Nodira. Istanbulda 5 yildan beri yashayman va sizlarni yangi joylarni kashf etishga chorlayman. Men sizlarga nima yoqishini endi bilib oldim. Plyaj, kafe va restoranlar yoqar ekan. Bugun esa Istanbulning arzon restoraniga olib boraman sizlarni. Qani ketdik. Bu restoran Uskudorda joylashgan bo'lib, oxirida tabiiy lokatsiyasini qoldiraman. Istanbul buyuk shahar belediyasiga oid, ya'ni Istanbul hokimiyatligiga oid. Va narxlar juda ham hamyonbop. Bu restoranga kelib zakaz bergunimizcha biz tabiiyki ikkita choy ichib oldik, chunki juda ham charchagan edik. Biz sini bilan fettuccine yedik, jiyanim esa cheeseburger yedi. Har xil turdagi ichimliklar, soklar zakaz qildik. Hammasi bizga juda ham yoqdi. Ayniqsa bu manzaraga nima deysiz? Prosta gap yo'q. Men bu manzarani qaranglar, to'g'rida shunda o'rtako'y masjidi ko'rinib turibdi. Bir emas, birdaniga ikkita ko'prik ko'rinib turibdi. Shundoq basvorni ustida o'tirasiz mazza qilib. Bu Uskudordagi Pashaliman'da joylashgan Beltur restorani. Kirishda bog' bor, hamma joylari top-toza va juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Agar Uskudorga borsangiz, bu yerga albatta kirishingizni tavsiya qilaman. Shunaqa zo'r lokatsiyalarni o'tkazib yubormaysangiz, menga obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdik, birga boramiz degan yaqiningizga bu videoni jo'natib qo'ying.